Assalomu alaykum. Har doimgi sizlar bilan Nozanina. Bugun men sizlarga o'zim o'qigan maktabni tanishtirmoqchiman. Qanday bo'lmasam biz boshladik. Shu fursatdan foydalanib, ustozlarimni tinch qo'ymagan holda ulardan ham suhbat olib ko'rdim. Ko'ramiz. Men Abdurazzoq Murodjon Ahmadjonovich, Asaka tumanidagi 4-umumta'lim maktabi direktori lavozimida 2 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelaman. Men rahbarlik qilayotgan ushbu muassasa 1963-yilda qurilgan bo'lib, hozirgi kunda jami 850 nafar o'quvchilarga 40 dan ortiq pedagogik xodimlar ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Bu dargohdan tumanimiz, viloyatimiz miqyosida juda ham yetuk, mashhur shaxslar o'qib, ta'lim-tarbiya olib ketgan. Mana ustozlar Jalilov Bahrom aka, ayollari bor, Alloh rahmatiga olsin, yaxshi insonlar. Bu maktabni asoschisi desak ham bo'ladi. Mana Juma Siddiqov deb ustoz o'g'illar ishladi bu yerda juda ko'p yillar, rahbarlik faoliyatida boshqa. Shaxsan o'zim ham shu maktab bitiruvchisi hisoblanaman. O'zim o'qigan, ta'lim olgan ilm dargohim. Yana bitta quvonchli va faxrli ma'lumot shu joyda aytib o'tib ketsam, o'tgan o'quv yilida bizni ta'lim muassasamizni tamomlab, hozirgi kunda Asaka tumani tibbiyot texnikumida ta'lim olayotgan Foziljonova Nozimaxona aynan bizning maktab bitiruvchisi hisoblanadi. O'zini bilimi, tarbiyasi, tirishqoqligi bilan qolgan o'rtoqlari orasida ajralib turardi. Mana surishtirishim bo'yicha, bilishim bo'yicha hozirgi o'qiyotgan ta'lim dargohida ham o'ziga yarasha yutuqlarni qo'lga kiritib yuribdi ekan. Va meni xursand qildi. Yaqinda o'tkazilgan Samarqand shahrida kasblar chempionatida faxrli 4-o'rinni egallagani ham nafaqat meni, balki butun jamoamizni quvonchiga sabab bo'lgan yutuqlardan biri bo'ldi deb aytsam bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana bizni sobiq o'quvchimiz bundan 2 yil oldin bitirgan Foziljonova Nozimaxona haqida gapirsam, bu qiz maktab davrida juda faol o'quvchi bo'lgan. Maktabda har qanday tadbir bo'lsa, birinchi o'rinda tadbirlarimizda faol ishtirok etgan va albatta birinchi o'rinlarni egallagan. Zakovatda qatnashardi, yuqori ball olinardi. Yosh kitobxon ko'rik tanlovida qatnashgan, Qunaq va zukkolar, umuman mana Navoiy, Bobirxonlik, Navoiyxonlik va Zulfiya mukofotiga bag'ishlangan tadbirlarda ham faol ishtirok etib, birinchi o'rinlarni olardi va odob axloqiga kelsam ham odoblik, tartib intizomli o'quvchi edi. Hech qachon kech qolmas edi, bekordan-bekor turaqul qilmas edi, davomatli ham, formasi ham chiroyli kiyinib kelardi va albatta ustozlarini hurmat qilar edi. Mana hozir bu qizimiz bitirib meditsina sohasini tanlabdi, medtexnikumda o'qir ekan. Mana bu yil yaqinda Samarqandga kasblar tanlovi o'zini kasb bo'yicha borib, yaxshi natijalarga erishib ketdi. Men Nozimaxonga bu qizimizga endi yoshlar O'zbekiston shu yoshlar qo'lida-da, shu Nozimaxonga o'xshagan yosh qizlarimizni qo'lida. Men Nozimaxonga ulkan omad tilayman. Shu o'zini kasbi meditsina sohasini mana bemorlarni davolashda o'zini hissasini qo'shsin. Shu qizni bemorlar tuzalib ketsin, meditsina sohasida rivojlanishga o'z hissasini qo'shsin. Biz albatta hamma ustozlarni Nozimaxonni qo'llab-quvvatlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.